Mana 13-qishloqqa ham yetib keldi. Hammaga salom. Mening ismim Brahim va men Minecraft YouTuberman. 13-qishloqda yashash anchadan beri orzuyim edi va bobomning eski mashinasi, ya'ni Volgani Vaz 3110 da olib keldi. Vaz Gaz 3110 da olib minib keldim. Menimcha bobom bu ishim uchun men bilan faxrlanadi. Menimcha buni aks bo'ladi. Hammaga salom, mening ismim Brahim va men Minecraft YouTuberman. Kanalga obuna bo'lishni va menga tezroq 100 ta obunachiga berishni unutmaymiz. Obunachilar, video ko'rib turganlar har bittalar obuna bo'lib chiqadi. Xo'p. Men biroz ovchilikka ham qiziqaman, shuning uchun menda qurol bor. Bu yerda politsiya uchastkasi bor ekan, ajoyib. 13-qishloqda juda ko'p gaplar eshitganman, ya'ni yaxshi gaplarni eshitganman. Bu yerda juda yaxshi insonlar yashaydi deb. Salom Jitil. Salom. Menga merdin kerak. Toshli 2 qavatli uydir to'g'risida. Har rahmat senga. Mana shu toshli 2 qavatli uy mana shu merdin uy bo'lsa kerak. Jalom mer, kirishga mumkinmi? Kiraveraymi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Kerak, sizga qanday yordam bera olaman? Men shu qishloqda yashamoqchi edim. Menga kerakchi uy kerak. Hozircha bizda bo'sh uylar yo'q. Shuning uchun hozircha qishloqqa hech kimni qabul qilmayapmiz. O'zim uy qursam bo'lmaydimi? Yo'q, bizda o'zi uy qurish mumkin emas-da. Bizda hozircha unaqa qonun ruxsat yo'q. Siz uchastkaga borib, ofitserdan bir so'rab ko'ring. Xo'p, rahmat. Jennerson bo'sh uylar yo'q ekan. Men bu qishloqda yashayman deb xursand bo'lgandim. Mayli, borib uchastkadan o'sha nimada so'rab ko'ramiz. Ofitser nima dedi? O'shandan borib so'rab ko'ramiz. Biror yo'lni topsa kerak. Axir ular tashkilot, ya'ni uchastkavoy yoki militsiya yoki inspektor. Xullas, sensiyda, ya'ni shu uchastkada o'zlari bilishadi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, qanday yordam beraman? Men qishloqda uy yashab olmoqchi edim, lekin bo'sh uy yo'q ekan, shuning sababli merda o'zim uy quraveraymi desam yo'q dedi. Nima? O'zingiz uy quravering, bemalol. Mer kim bo'pti o'zi? U shunaqa qonun bor. To'g'ri, uy qurish mumkin emas, lekin yaqinda bekor qilganmiz. Uy quravering bemalol. Rostdanmi? Ha. Xo'p, bo'pti, rahmat sizga janob Melisa, ya'ni ofitser va mashina qaranglar. Bu wow, kim mashinasi ekan? Ana o'tirgan ofitser kim ekan? Uyda qishloqda uy qurish mumkin ekan obunachilar. Salom Jitil. Salom. Men bu qishloqda yangiman. Menga instrument sotuvchining uyi kerak. Instrument sotuvchi ortidagi 3 ta tomi bir xil uy. Tomi bir xil uy? Mana shularmi? Ha, shular. Rahmat senga. Arzimaydi. Xo'p. Mana shu 3 ta tomi bir xil uy. Mana bu yermi? Bu yer menimcha instrument sotadigan joy emas. Bu yer ham o'xshamayapti. Menimcha mebel sotadi. Mana shu oxirgi ko'rlikchi. Mana aynan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Menga instrument kerak edi. Xo'p, menga hozir mana shu kirka va lapotga kerak ekan. Hozir bolta va mayl shu lapotga ham olamiz, obunachilar. Xo'p. Boshqa hech narsa kerak emas. Shu 3 ta instrument endi qancha bo'ldi? Shozdan $100. $100? Ha, $100. Bu sifatli brendda endi. To'g'ri tushunasiz. Ha, mayli, mana hozir beraman, mana. Xo'p, yaxshi, rahmat. Kelib turing. Xo'p, rahmat sizga ham. $100 bo'ldi, chin ursin. Xo'p, men daraxtlarni chopib oldim. Endi esa borib tosh qaziymiz. Obunachilar, mana okey. 35 ta daraxt yetib qolsa kerak uy qurishimga. To'g'rimi? To'g'ri. Kim aytdi noto'g'ri deb? Xo'p, toshlarni qazib olamiz. Taxminiy uncha ham katta bo'lishi shart emas uyim. Ixchamgina bo'lsa yetadi. Nima demoqchi edim? Kanalga obuna bo'lib qo'yishni va menga tezroq 100 ta obunachi yig'ishni so'rab qolgan bo'lardim obunachilar. Agar iloji bo'lsa, birdaniga 1k obunachi, ya'ni 1000 ta obunachi bersangiz ham mayli edi. Juda xursand bo'lgan bo'lardim. Mujiklik qilib, menga 1000 ta obunachi bersanglar, adusha xursand bo'lardim. Xo'p, mayli. Bularda o'ylamaymiz, toshlarda qazishda davom etamiz. Menimcha shuncha tosh yetib qolar, yo 1 stack qilaveraymi? 1 stack qilaveraman, mayli. Xo'p, bu yerda mana bu okey, ana 1 stack bo'ldi, yana biroz qazsak yetib qoladi. Ko'p ham bo'lishi shart emas. Shuncha ham yetaveradi mana. Ortib qolgan, tushib qolgan toshlarni olib olsak va borib o'zimizda uyimizni qurishimiz mumkin. Xo'p, endi bu yerdan chiqib olamiz. Bu yerda hozir lapatka bilan
Xo'p, biroz bu Minecraft bug bo'lib qotyapti. O'zingiz payqagan bo'lsangiz kerak. Bu Minecraftda ko'pincha uchrab turadigan buglar, ya'ni 1.20 versiyasida shunaqa buglar uchrab turadi. Omlashlar mayli e'tibor qilmaymiz. Biroz qotyapti. Ora-orada, lekin qolgan hammasi normal. Bu qishloqda sizlarga aytsam simyog'ochlar bor ekan, ajoyib. Bu qishloqda ancha rivojlanganini bildim. Va bu kimniki ekan, a? Endi qaranglar obunachilar. Juda menimcha bu qanaqadir tashkilotda ishlaydigan bir politsiyskiy mashina turibdi. Menimcha qaysidir general, kapitan, xullas qanaqadir katta odam uyishki kameralar bor. Buni qaranglar obunachilar. Ajoyib. Hozir mana shu yigitlardan so'raychi kim uykim? Voy salom Shitil, salom. Mana bu kimniki? Bir qishloqqa yangi ko'chib kelgan politsiyachiniki. Ya'ni lavozimi balandroq ekanda, shunga janob mer uyga qurdirib bergan. Har, demak politsiyachidek ekan. Okey, biz uyimizni qayerdan quramiz? U yerdan bo'lmaydi. Mana bu yer ham unchalik bo'lmaydi. Men kelinglar mana shu ichkariroqdan quramiz. Mana shu yerdan hop qursak, akkuratni bo'lar ekan. Kichikroq, ixchamroq qilib, hech kimga alaf bermasdan uy quramiz. Agar janob mer bir narsa desa, o'sha ofitserning oldiga borib, ya'ni o'sha mersada oldiga borib aytaman. Mana mashina mersa menga ruxsat bergan deyman. Endi merdan mersada anaqasi balandroq, lavozim balandroq deb o'ylayman. Ya'ni abi mersa o'zi ruxsat berdi. Mer hech kim emas, kim bo'pti deb aytdi menimcha. Mersada gapiga kirish kerak. Xo'p. Voy, jirasan. Uy bizada qurib olamiz va men o'zi bu yerda yashamasdim, ya'ni shaharda yashar edim. Bobom bilan yashardim, lekin bobom afsuski juda endi qanday tushuntirsam ekan, meni yomon ko'rarmidi bilmayman, menga yomon muomala qilardi. Shuning uchun men uning eski mashinasini to'g'ri olib, ya'ni vaqtinchalikka olib keldim. Menimcha vaqtinchaligi hali ko'pga cho'ziladi. Men bobomning oldiga qaytib borish niyatim yo'q, sizlarga aytsam. Mayli, bitta mashina jalka bas, bobomga to'g'ri topib oladi o'ziga mashina. Menga vaqti farqi yo'q. Xo'p. Menimcha qidirib yotibdi, lekin bilmaydiki men 13-qishloqqa kelib mazza qilib yashab yurgan bo'laman. Xo'p. Uyimni devorni ko'tarib oldim. Endi esa tom qismini yopamiz. Hozir menga birinchi o'rinda versak kerak. Versak yasamagan ekanman. Instrument sotib olganim uchun. Xo'p. Mana verstak. Bir daqiqa, mana bunday. Endi bu yerdan bizga yarimtalik bloklar, ya'ni yarimtalik taxta bloklar kerak. Biza tomni shunday qilib yopib qo'yamiz. Bizga shu kichkina uy ham bo'ladi. Katta hashamatli uy shart emas. Eshik yasab olamiz, eshiklarni o'rnatamiz. Mana ajoyib. Endi tomni yopib olishimiz kerak. Ya'ni yomg'ir yog'ib qolsa, qo'l bo'lib qolmay. Bu qishloqdagilar sizlar, jinarson buni qaranglar. Qishloqdagilar yaxshi, muomalasi yaxshi ekan, sizlarga aytsam. Politsiyachilar menimcha ko'p ekan, uchastkovoylar menimcha katta qishloq bo'lgani uchun hozirgi qishloqlar ichida, ya'ni bizning serverimizda Minecraft'imizdagi qishloqlar ichida eng kattasi shu 13-qishloq deb aytilyapti. Men televizorda ham ko'rgan edim. Shaharga yaqinlashib qolgan deyishayotgandi. Menimcha bu qishloqdan shahar chiqmasa kerak, lekin bilib bo'lmaydi. Borgan sari kun sayin odamlar yog'ilib kelyapti ekan. Uylar ham to'lib ketibdi. Menimcha yaqinda o'zlari qurib, bir narsalar qilib, etajlar qurib tashlab, shahar qurib tashlashmasa bo'ldi. Yana bilmadim. Menga farqi yo'q-ku, lekin normal qishloqlardan bitta shu qolgan. Shuning uchun sizlarga aytsam, boshqa qishloqlar nimaga bo'lmaydi, hamma 13-qishloqqa kelyapti desangiz, boshqa qishloqlarda svet yo'q. To'g'risida men to'g'ri aytaman, boshqa qishloqlarda svet yo'q, Bu problema hammaga tanish bo'lsa kerak. Qishloqlarda o'zi to'g'ri, qishloqlarda svet kam bo'ladi, lekin boshqa qishloqlarda batamom yo'q. Ya'ni xullas, ularda bunaqa sharoit yo'q-da, bunaqa do'konlar yo'q, bunaqa simyog'ochlar yo'q. Elektr yo'q-da ularda. Shuning uchun hop, hamma shu qishloqqa ko'chib kelayotgan deb eshitdim. Bu yerda qaranglar, rivojlangan simyog'ochlar bor. O'zida politsiya uchastkasi bor, Johnson. Bu yerdagilarda hatto BMW ham bor. Rusumida bilmadim, bilganlar kommentariyga yozib ketamiz. Hop. Bu yerdagilar yomon kuchayib ketishganda, bu yerda hokimmi yo biror unaqa deputat birortasi kattaroq insonlar kelgan bo'lsa, shaharga emas, shu yerga kelishadi, dam olgani, shu biror ishlarni qilgani shu yerga kelishadi. Hattoki bu yerda politsiyachilar o'zlarining shaxsiy uylari va uchastkasi bor. Endi biza mebel sotib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, qanday yordam bera olaman? Menga shu mebellar kerak. Bular sotiladi-yana? Albatta.
Xo'p, 4 ta chiroq kelgan menga. Hop, shoshmang. Ortingizdagi mana ulardan ham olaman. Ismi bir narsa edi, esimda yo'q. Shkaf deb qo'yaveramiz. Oqdan olam. Yo'q, oqdan emas. Mana bu sarig'idan, ya'ni taxtalik yoshligidan olsak yetadi, obunachilar. Xo'p, mana ulardan hammasi olaman. Bu kesishlar menga juda yoqadi. Shaharda bor edi. Keyin divan bormi? Uxlashimcha divan. Yo'q, divan yo'q. Mana shular bor. Mayli, bular ham bo'laveradi. Nega dersam hech qilmaydi, to'g'rimi? Da. Bitta rakmini olaman va mendan qancha bo'ldi? Sizdan $600. $600. Ha. Mana sizga $600. Rahmat kattakon. Ancha arzon bo'ldi. Siz yangi kalingizga skidka berdik. Xo'p, addishi rahmat sizga. Yangi qishloqda yangi kaligimni menga skidka qilib beribdi. Rahmat, mayli. Mana skidkalar qilishadi, keyin qishloqqa qaram juda ko'p insonlar keladi. Xullas. Bu yerda o'zlari politsiya uchastkasi bor, do'stlar. Keyin simyog'ochlari bor, yana juda ko'p uylar, mashinalar, o'yinchilar ko'pincha o'yinchilar keladi. Jin ursin. Bu juda rivojlangan qishloq sizlarga aytsam. Agar men juda boy inson bo'lganimda, boshqa qishloqlar, ya'ni shu qishloqda kasalxona yoki maktab ochgan bo'lardim. Pulim ko'p emas, hozir $1600 pulim qolgan. To'g'risi, ko'p ham basta $1600. Bir ikki haftaga yetsa kerak. Xo'p. Mana bunday o'zi sen qatdan o'zi bu $1200, $2200 shuna pullar topyapsan desangiz, men do'stlar, xullas endi qanday tushuntirsam ekan sizlarga? Xullas, meni notebookim bor. Mana shu notebook ko'rib turibsiz. Men trading yo'nalishi bilan shu pul topaman, domlashlar.